Amerikan internetiman. Men Xitoy internetiman. Kel kuch sinashib ko'ramiz kim tez ekan. Davay. Men Amerikan internetiman. Men Yaponiyaning internetiman. Obba, bir soatdan beri bitta videoni skachat qila olmayapman. Assalomu alaykum. Efirda buzuq xabarlar 24 informatsion dasturi. Yurtimiz G'ishabodning muhim xabarlari. Birgalashib qulash partiyasi raisi Baxtasher Qo'rqiyev o'zimizning milliy avtosanoat Buzuq Avtomotorsni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi va xalqdan ham shuni so'rab qolgan bo'lardim dedi. Nutqining so'ngida Buzuq Avtomotorsga o'zi minib yurgan sifatli avtomobil Mercedes 222 uchun minnatdorchilik bildirdi. Baxtasher Qo'rqiyev ishtirok etgan press konferensiyadan lavhalar. Biz Buzuq Avtomotors olib borayotgan yopiq iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki sifatli avtomobil ishlab chiqarish oson. Lekin sifatsiz avtomobil ishlab chiqarib, uni qimmatga sotish oson biznes emas. Ta'rifga so'z yo'q. Qarang, sizni dilimda tanimayapman. Ertak aytishni bilish tez boyish demakdir. Baxtasher Qo'rqiyev. Sizdan bitta like va xabarlarni do'stlaringiz bilan ulashing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Buni nimaga olayotganim sababi mish-mishlarga qaraganda ushbu avtomobil O'zbekistonga Nexia 4 bo'lib chiqishi mumkin ekan. E'tibor beringlar, 1.4 motor bilan 138 ta ot kuchi. Diskalar 15. Oldidan ko'radigan bo'lsak, yomon emas-a? Chiroyli mashina. Agar Nexia 4 bo'lib chiqsa, gap bo'lishi mumkin emas. Oldidan ham tonirovka qilib qo'ydim, chiroyli turibdimi? Rangi ham chakka emas ekan. Xo'p, buni hajmini bir tasavvur qiladigan bo'lsak, bu Camry, ko'rlar bahaybat. Ha, bu esa Sonic Nexia 4. Xo'p, sizlar bilan orqasiga bir qator ko'ramiz. Orqasi juda ham chiroyli. E'tibor beringlar. Yomon emas, ha? Albatta kommentda qoldiringlar fikringizni. Mana Chevrolet Sonic LT paketda. Buni zo'r tarafi RS paketi bor, turbo bilan. Alaykum. Oxirgi marta qaysi kitob o'qigansiz? Oxirgi marta kitob o'qiganim eslanmayman. Ochilib mana uy-joy masalasini nima qildingiz? Men uy-joy bilan mashg'ullanman, aziz. O'tgan safar siz va'da berib keldingiz-ku. Ha, bizdan oldi uy-joy. 2020 ga beraman deb aytdingiz-ku. 2020 kesilganiki. Hozir nima 2018 mi hozir? Hali xat kelgan yo'q, kesin, ta'tilga kesilgan. Men lekin o'sha va'da berganlaringizni videoga olib qo'yganman. Ularni o'shani, iloji 2-3 ta nusxa qilib qo'yish kerak. Har bitta kelgan odamlar fuqaro bilan yotib gaplashasizmi? Yo'q, men o'zi ariqdan biyani yo'q. Tur padaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Sen odam bo'lmaysan sen. Sen molsan sen. Deydigan odam yo'q. Xotinga to'xta deyman. Habibullohning uyi kerak menga. Bilmayman. Bilmasang undan nariga. To'xta, Habibullohni taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Sen Habibullohni tanimaysanmi? Yo'q. Shunday mashhur odamni tanimasa-ya, sanchi? Ha? Be. Mana u takasal tanglardan so'rayman. To'xta. Bu Toshkentga pishakni mensim ekanda bular. Shunaqami? Ha? O'l kerak. Kobalt. Kobalt so'zining ma'nosi metall, ya'ni u Mendeleyev jadvalidan o'rin egallagan. Bu mashina O'zbekistondagi eng xunuk mashinalardan biri bo'lsa kerak. Chunki qancha ko'p tuning qilmang, baribir foydasi yo'q. Mashina 2010-yilda Braziliyada, 2012-yilda esa bizda ishlab chiqarilishi boshlagan. Mashinaning salondagi narxi 108.277.000 so'm. Gentradan ancha arzon, lekin Gentradan ancha yaxshi. Kuzovlari juda yupqa.
%90% Cobalt'da aynan mana shu ruchka tez sinib ketadi. Olovlarining diametri 15, lekin Cobalt eng yumshoq mashina hisoblanadi. Tan olish ham kerak. Hamma narsani buzadigan birdan-bir narsa bagajnik ichkaridan umuman ochilmaydi. Aynan Cobaltning mana bu plastmassalari 1 yilga bormay juda tez sarg'ayib ketadi. Motor qiziganini esa faqatgina motorni ochib ushlab ko'rib bilishingiz mumkin, chunki tabloda ko'rsatmaydi. Prikolna-da. Tayyorlik olib chiqinglar. Vaqt tayyorligi beringlar. Çarsudan gürü çalmak içinde Allah'sı var. Çarsudan gürü çalmak içinde Allah'sı var. Katar toldan kız almamay karnında balası var. Hozir o'rtoqqa so'yib ketdim. Qo'lim yaxlab qoldi. Harakatimiz yaxshi bo'ladi. Svit keladi, gaz keladi. Harakat qilish oldi. Hech kunduz ketadi. Uylarda bemalol futbol kirib yuramiz. Suv o'tiramiz, ozgina qoldi. Svit keladi, gaz keladi. Yo'q, ham. Ozgina sabr qil, yoz keladi. Yo'q ham sizday ko'rgim kelar, oyoq yoshni. Qarzingni qachon berasan? 2 kunda beraman deb 2 yil bo'lib ketdi. O'lading, короче. Mani urdimi? Ana endi tamomsan, yo'saman. Купи, страдай, чини, ругай. Людей все это задолбало. Узавто монополию создала. Я проснулся, почистил твои фары. Педаль до пола, к черту все эти радары. Я люблю наш автопром, и это не сарказм. На цену УЗАВТО у всех случается оргазм. Другие марки обещали запускать, но УЗАВТО мастер шутки писать. Я по городу хочу на бэхе разъезжать, но по-любому лучше джентру покупать. Лягу спать в мечтах о Малибу. Зачем мне иномарки, лучше прикушу губу. Кто-то нагло скажет, что я их стебу, но УЗАВТО в сердце, и я их люблю. Купи, страдай, чини, ругай. Людей все это задолбало. УЗАВТО монополию создала. Купи, страдай. Tut ağacı boyunca tut yemedim doyunca. Tut ağacı boyunca tut yemedim doyunca. Yar hürmette
qor qancha kerak? Olasizmi? Shuncha kerakmi? Bilakda qarang aka, bilakda. Mana qor aka, qor. Bu qor deyiladi. Voh, joningdan. Muzdagina mezza. Voh. Joningdan. Bilar bir cho'zkalar udarva. Mana aka qor. Qancha qor kerak? Mana shuncha qor. Qaytingizga sig'adi, jo'natib yuboraymi? Mana aka qor. Yetami? Shumi? Mommo?